Rahmat Atilla Yilmazga shunchalik meni oyoqqa turgizdi. Shu qo'llar dard ko'rmasin. Meni shunchalik qilib rahmat. Davolaganiga katta rahmat. Mamnunman Atilla Yilmazdan. Xursandman. Shu kishini menga uchratganiga Xudoga shukr. Bizda bu kasallik ayolimda boshlanganiga taxminan 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri ko'p doktorlarga bordik. O'zbekistonda ko'rmagan joyimiz qolmadi. Bu operatsiyaga chavir o'zini dorisi bor ekan. Dorisini ichib yurdik. Shu dorisini ichmasa harakati susayib qolar edi. Keyin buni shu YouTube'dan ko'rib, operatsiya yo'li ham bor ekan. Shu operatsiya qilib, chip o'rnatilsa, shu dorini ichmasdan doridan chiqib ketar ekan. Shuni biz eshitganimizdan keyin biz operatsiya qildirishga qaror qildik. Keyin biz Turkiyaga kelmoqchi bo'lib turgan edik. Birdan shu o'zimiz ham O'zbekistonda 6 oy, 7 oy davomida o'zimiz qiylandik. Biz o'zimiz bilamiz uni, qanchalik boshimizdan qiyinchilik o'tganini. Keyin biz orada Toshkentga professor Atilla Yilmaz kelishini reklamasini ko'rib qoldik. Keyin shundan keyin biz Toshkentga bordik. Professor Atilla Yilmaz ko'rigiga o'chib turib kirib ko'rindik. Atilla Yilmaz bizga aytdi, Turkiyaga olib bor, men operatsiya qilib beraman. Yaxshi qilib beraman deb bizni taklif qildi. Biz Turkiyaga kelib operatsiya qildirdik. Mana professor Atilla Yilmaz operatsiya qilib berdi. Rahmat. Hozirda yaxshi. Qisqacha qilib aytdim, lekin hozir gapirsam bitta kitob bo'lib ketadi. Xo'p, rahmat. Mana shu kasal bilan og'rigan bemorlarga taklifimiz, bizni boshimizdan ko'p issiq sovuqlar o'tdi. Shuni natijasida ko'p narsani tushunasiz ekan. Shunaqa kasal bo'lgan kasallarga to'g'ri narxi arzonroq ekan. Biz ham shu narxi arzonroq deb shu yoqqa borib qoldik. Lekin shu ozgina pulni deb o'zini jonini qiynashmasin, shu Turkiyaga kelishsin Atilla Yilmaz, professor Atilla Yilmazga. Professor Atilla Yilmazga katta rahmat. Qilayotgan operatsiya bilan bu Turkiyada professor Atilla Yilmaz qilayotgan operatsiyani biz mana ikkovini ham boshimizdan o'tkazdik. Juda katta farqi bor. Ikkovi ikki xil qilinar ekanda. Bu yerda mana shulardan ketkizmasdan nihoyatda biz qiynalmadik. Operatsiya o'tkazgan bo'lsak, kerak bo'lsa Turkiya arzon ekan sam. Bu yerda jicha balandroq pul oldi, lekin yotishingiz, yema ichmag'ingiz, gashingizdan keyin joylashlari bilan hisob-kitob qilganda bu yer kerak bo'lsa arzon ham ekan ham bu yer. Bu yerda mana hammaga bittadan xonani ajratib, chiroyli qilib biz bu yerda nihoyatda biz bunaqa bir qiyinchilik sezganimiz yo'q. Professor Atilla Yilmazga katta rahmat, kam bo'lmasin. Ilmlari bundan ham ziyoda bo'lsin.